gulini qanaqa to'g'ri changlatish, gulini to'g'ri changlatish ko'rsatib beraman. Mana 5 litrli toza suv. Koreyskiy tamaton. Shpritsda mana shunga hozir 20 emas, biz 25 qilib tayyorlab olamiz. Mana bu birinchi shonani qarang. Mana umuman changlatilmagan xovana ko'r bo'lib turibdi. Ha? Mana men oldimda buni, mana shuni ham botirib olaman. Dozani sal balandroq qildim, chunki mana shuni ichidagi gibерлin buni so'rib uyg'otib beradi. Assalomu alaykum, hurmatli agrar soha mutaxassislari, mirishkor dehqonlar, fermer xo'jaligi egalari. Mana biz bugun murojaatlar asosida video tayyorlashga qaror qildik. Firmamiz agronomi Saydulla aka o'zlarining tajribalari bilan hozir bo'lishadilar. Albatta e'tiboringizga havola qilamiz. O'sha pomidor yetishtirishdagi eng muhim agrotexnik tadbir bo'lgan uni changlatish, gulini changlatish haqida hozir qisqacha o'z tajribalari bilan bo'lishadilar. Alif Agro jamoasi bugun Toshkent viloyati Zangati tumanida bo'lib turibdi. Mirishkor dehqonni issiqxonalarida ko'rib turganingizdek bu yerda mana shu pushti pomidor gibridlari ekilgan. Hozir mana e'tiboringizga agronomimiz tavsiyalarini havola qilamiz. Assalomu alaykum. Jahongir, yaxshimisiz? Bugun mana dehqonimizni pomidorlarni 3-4 marta telefon qildilar. Ko'pchiliklarni o'sha pomidor tamatni gulini changlatish bo'yicha bo'layotgan muammolari, ikkita tugyapti, bitta tugmayapti yoki bunda qilsak, bunda bo'lyapti degan masalalar kelib chiqayotganiga bugun shu qarorga keldik. Mana gulini qanaqa to'g'ri changlatish. Gulini to'g'ri changlatish agar 10 so'timi o'zimga qurbim yetadi shuni changlatishga bemalol changlatishini hozir ko'rsatib beraman. Agar undan yiriroq, kattaroq paykallar bo'lsa, asalari qo'yib changlatilsa, ya'ni shimel deyiladi. O'sha shimel bemalol katta gektarlarni biz bajarilish kerak bo'lgan gullarini hammasini changlatib beradi. Ya'ni samapeleni, ya'ni tabiiy yo'l bilan oyog'ida o'sha gul changlarini olib birdan biriga changlatib beradi. Endi kichkina paykallar 10 so'tgacha bo'lgan oilani o'zidigilar bemalol biza changlata olsa, to'g'ri changlatishni ko'rsatib bermoqchiman. Shunda ikkita katta bo'ldi, kichkina bo'ldi. Hozir men o'sha donlarni ham ko'rsatib beraman. Nima sababdan bunaqa bo'lishini, o'sha sepganida guli changi tayyor bo'lib turgani changlanib qolib, orqa tomondagilar yoki uch tomondagi changlamay qolib ketishi. O'sha narsa bo'lmasligi uchun biza gulini botirib changlatishni ko'rsatib beraman. Mana 5 litrli toza suv. Koreyskiy tamaton. Nima uchun buni oldim? Tamaton, buton, ringulit, ularni tayyorlanish sistemasini men bilmaganligim uchun, chunki uning ichida dozasi qanchalik, birinchi gulni botirgandan ma'lum bo'ladi. Bunda hammasi ma'lum. Hozir biza pomidorni tanasi juda ham semirgan, don tuguchi sekin bo'lgani uchun biza sal dozani 20 emasda 25 qilib tayyorlab 1, 2, 3 tasini barobar botirishini ko'rsatib beraman. Shpritsda mana shunga hozir 20 emasda biz 25 qilib tayyorlab olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. To'rt gram chiqdi bunda. Mana 5 gramli shprits. Mana 24 gram bo'ldi. Birinchisini 4 gram oldim. Hozircha bizga yetadi shu. Sababi 220-250 gramgacha bo'lgan yirik pomidorlarni imkon qadar agar bo'yi birinchi gullarida bo'lsa, mana shu dorini 20 gramdan oshirish kerak emas. Chunki birdaniga o'sha birinchi shonalar kichkina tanani juda ko'p so'rib qo'yadi. Chunki ular ekinni o'zi ham hosilini boqishga juda kuchli ta'sir qilib beradi. Ildizlari o'sha hosil uchun ishlab beradi. Hozir bu yerda 1, 2, 3-chi, 4-chini ko'rsatyapti, lekin tana juda semiz. Shuning uchun biz 25 qildik, yirik pomidor bo'lsa ham chayqatib yuboramiz. Mana nima uchun botirish kerakligini ham sababini aytib beraman. Biz botirganimizda mana shu pomidorlar mana ko'ryapsizlar, gulini orqasiga kipriklari qaytib turganini hammasini ichida gulchangi tayyor bo'lib turibdi. Agar hozir shunga sepilsa, shu tayyor bo'lib turgani katta bo'lib ketadi, qolganlari kichkina bo'lib qoladi. O'sha bo'lmasligi uchun biz mana buni idishda botirib olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Oldik. Endi qarab turinglar. Xuddi ichadigan suvdek bo'lib turibdi. Texnika xavfsizligi. Mana bunda bo'lsa biror chanqab turib ichib qo'ymaydi. Ichida narsasi bor ekan. Bildinglar? Bo'lmasam tursa joyida kimdir olib ichib qo'yishi mumkin. O'sha bo'lmasligi uchun men narsa tashab qo'ydim. Endi 1-2 marta nima qilinganda o'zi buni ichiga qaytarib solganimizda sap-sora bo'lib qoladi. Mana keling Jahongir. Bu yerda qarang. Mana bu birinchi shonani qarang. Mana umuman changlatilmagan xovana ko'r bo'lib turibdi.
Mana men oldimda buni, mana shuni ham botirib olaman. Dozani sal balandroq qildim, chunki mana shuni ichidagi gibrilin buni so'rib uyg'otib beradi. Mana bu ikkinchisi qarang, yumilib turibdi, lekin bu changlatilmagan. Mana biz buni ham botirib olamiz mana. Mana. Endi mana haqiqiy gulga keldik. Bu mana tarkibidagi gibrilin hisobiga bular uyg'onib ketadi. Endi mana qarang, mana. Mana gullar tayyor bo'lib turibdi. Mana bular ochilib o'tgan. Endi biz shuni ochilib o'tgani mana bunisi o'zi samoplini bo'lgan. Hozir ko'ramiz. Mana donchasi. Biz buni qoldirsak ham yoki o'sha botirib olsak ham hech narsa emas. Mana botirdik. Shunda mana bu botirilgan hisobiga mana kipriklari katta uzun bo'lib chiqadi. Endi bunisiga o'tamiz mana. Mahmudjon siz ham ko'rib oling. Mana bu tugib turibdi. Mayli bu o'zi kelish uchun bu yoqqa qarab tortsa nima bo'ladi? Mashdan so'q bunga ham kelib barobar katta bo'ladi. Shunda biz mana bu tugib turibdi. Biz mana bunisini splashni mana botirib oldik. Qo'rqmasam mana bunaqani ham agar bitta qilganda qilvaraman desa, botirsa bo'ladi. Buni ichidagi 700 tula o'sha kelayni hisobiga bu narsalar bir tekisda tuglanib ketaveradi. Ochilmay qolganini ham. Mana bu garmon mashalarni ham ishlatib tezlashtirib beradi. Endi mana bunga e'tibor beramiz. Chaylanib qolgan, mana bu yo'q. Mana. Endi biz buni oldikda 1 2 3 buni o'zi ancha katta, bu yo'q. Biz mana shu yo'g'ini bunda botirib yubordik. Albatta bunda ham pomidor hosil bo'ladi. Mana misol uchun mana bunisi mana. Shu o'tib ketgani. Endi bu bo'ladimi, yo'qmi desa, har bir narsaga o'sha gibrilli ishlagandan keyin buni tortib hosilni paydo qilib beradi. Endi mana bunisini ko'ramiz. Mana. Mana qarang. Mana bu yerda changlanib qolgan. Mana bulari yo'q mana. Ko'rdingizmi? Endi biz mana buni ushlab turing. Mana qarang, men mana buni botirib yubordim. Mana buni botirib yubordim. Buni ham botirib yubordim mana. Endi biz mana tepaga o'tamiz. Mana. Agar barg bo'lib qoladigan bo'lsa, barg so'kini olmasligi uchun mana olib tashladik. Mana qarang. Mana bunisi mana bu hozir changlanishga tayyor turibdi. Agar biza kelib o'sha pishildoqda sepsak, qaysi paydo bo'ladi? Mana bu kuchayib ketadi, mana bular 0 bo'lib qoladi. Shu bo'lmasligi uchun biz splashni hammasini botirib olamiz. Shunda mana shu 5 ta 6 ta don hammasi bir tekis chiroyli chiqadi. Buni botirdik. Endi qarang. Mana shu barg esingizdan chiqmasin. Bargga olib tashlash kerak. Barg ham kuch oladimi? Kuch olib yotadi. Bu bizga barg kerak emas. Mana qarang. Mana bunisi uxlab yotibdi, lekin biz uyg'otib yuboramiz. Mana buni hammasini tiqib olamiz. Mana bizani bajaradigan ish. Mana bunisini qarang. Kimdir mana bu tayyor turibdi. Biz buni hozir botirmay o'tib ketsak-da, biz 3 kundan keyin kelsak, bu yumilib bo'lgan bo'ladi. Hozir agar shunga mana ushlab turing. Mana nima buni farqi borligini. Pistet sepganimizda butun kuch shunga ketadi-da, mana shu katta bo'lib ketdi, mana bular yo'q bo'lib qoladi. Yumilib qoladi. Mana buni qarab turing endi mana. To'kilib. Mana shu unga o'xshagan narsa mana shu gulchangi bo'ladi. Mana shu uchidan. Mana shu beringlar, men don bering deb turgan mana. Mana gulchangi. O'sha narsa bizda buni botirganimizda mana bular tezroq katta bo'ladi, mana bu changlanib qoladi. Changlanadi. Shunda mana bu ham ishlaydi. Bildingizmi? Mana hatto nimasi. Endi buni ochib ko'ramiz. Mana nima uchun siz tanasi semirib ketyapti dedingiz? Chunki hosilga bermagandan keyin siz boqib yotibsiz. Bu o'zi sekin sudralib kelyapti. Biz o'sha sekin sudraladigan mana bu changlanib qolgan, bu changlanmagan, bu changlanib qolgan, mana bular changlangan. Endi biz shuni bitta botirib, mana changlanmaganini ham changlatib olamiz. Bo'ldi. Endi mana buni qarang. Mana bu ikkitasi changlangan, mana bularda yo'q. Biz mana shunga yordam qilib yuboramiz. Mana tarkibida gibrilin borligi uchun garmon. Bu ham xiyol bundan kichkina bo'lsa ham baribir hosil beradi. Endi qaysi birini ko'rsatib bering? Mana shunaqa davom etaveradi. Endi Mahmud, siz o'sha garmonni past qilib, gulini changlatganda sepsangiz, bunga sepsangiz, qaysi guli changlanib qolsa, o'shanda hosil bor, qolganida yo'q. Lekin siz sepganda alohida buni himoyalab sep olmaysizda, ustiga sepganingizda barligi ham tegadi, tanaga tegadi. Chunki tarkibida o'sha narsalar tanada o'zgarishi bo'lyapti. Semirib ketadi. Garmon hisobiga kuchayib, baqvatlashib, 1 2 agar donlarni hammasini ushlaganda siz sepgan bo'lganingizda, mana hozir qaychibay bo'lib qolardi. O'sha garmon baylanyapti. Bizga nima kerak? Mana katta bayna. Biz shu narsa bo'lmasligi uchun mana shuni botiramiz mana. Mana 1 2 3. Bu qiyin emas. Botirganda bir bu tomonga qilish kerak emas. Bismillah deb shu yerdan boshladingiz, oxiriga yetib. Keyin bu yoqqa qarab kelasiz. Mana buning ichida suv kamayadi. Buning ichida suv kamayib qolganda borib qatgacha borganingizni bilmaslik, mana adashib qolmaslik uchun 1 litrli yoki 1,5 litrli baklashkaga shu doridan sog'alamizda varankada belingizga boylab olamiz. Yarimlab kamayib ketganda unda quyib to'ldirib bemalol borib kelamiz. Adashmaymiz. O'shanda ana joyi Mahmudga keluvdim, yo Mahmudga kelmay qoldi degan. Mana bilib oldingiz. Qaysi paytda buni changlatish kerak, Saidul aka? Soat ertalab
quyosh chiqqanida siz e'tibor berasiz. Mana shu gul kechqurun qarasangiz, mana shu gullar bor-ku charaqlab turgan. Sal yumilgan bo'ladi. Ertalab quyosh chiqqanida charaqlaydi. Ertalabki soat 11-12 gacha, 11 gacha botirgani zo'r. Lekin o'sha paytda botirayotganingizda ehtiyot bo'ling, tanasidagi botirilgandagi suv tanasida qolib ketmasin. O'sha qolsa, yo'q kipriga quyosh kuydirib qo'yadi. Suv qolib ketish kerak emas, tomchi. Shuning uchun biz bunday qilamizda, nima bo'lgan ekan, bunda silkitib yuboramiz. Shu mana shunaqa bir qator qilib chiqqaningizda, mana bu ichidagi suv bor-ku, gulchangi bilan sap-sariq bo'lib qoladi. Shu sariq suvni nariginga qo'shib yuborasiz. Qo'shaversa bo'ladi. Bir xil aytadi, mana men pisillatib yerinmayman, sepib chiqaman desa, unda tanasiga tegizmasdan gulini shunday ushlab turib sepsa bo'ladi. No, unda qo'l qopda. Buni mahkam ushlab, buni ham, uni ham ertaga ochilsa, uni ham sepish kerak. Bizning vaqtimiz yo'q, hamma chala qiladi. Shu narsani biz chala bo'lib qolmasligi uchun, bittasi changlanib, ikkinchisi o'tib ketib, biz vaqtimiz bo'lganda changlatishmasligi uchun botirsak, hammasi 100% tugib beradi. Mana yana ma'nosini ko'ramiz. Mana necha kunda changlatish kerak sayt ekan? O'shani o'zi sizga aytib beradi. Mana kimlardir birinchi gulini hozir botirayotgan bo'lsa, ularni palagi bunaqa semiz, baqvat emas, kichkintakina. Mana buni ichiga biz 20 solamiz. 5 litrga 20 gram solinadi-da, birinchini boqib yuboriladi. Agar yaxshi boqib palanglar mana shunaqa semirib ketadigan bo'lsa, buni dozasini 25-30 gacha ko'tarishingiz mumkin. 30 gacha 180-200 gramlik pomidorlarni qilinadi. 220-250 gram bo'lgan pomidorlarni buni imkon qadar dozasini pastroq qilish kerak. Sabab buni o'zi kurash uchun. Changlanib olsa bo'ldi, katta bo'lib ketadi. O'sha bo'lmasligi uchun biz 4 ta 5 tasiga baravar kuch berayotganimiz hisobiga mo'tadil kattalashadi. Mana sirlari. Misol uchun mana siz yaxshi ham aytdingiz, ko'p telefonlar bo'ladi, men o'shanga javob berib, "Mana bunaqa qiling, bunaqa qiling" deb tushuntiraman. 10 ta odamga, 20 ta odamga, 100 ta odamga telefon qilib tushuntiradigan bo'lsam, hozir bu video orqali buni ko'rib chiqib, hamma to'g'ri changlatishni bilib olishadi. Mana hozir masjidgacha botirib ko'rsatdik. Agar yana tushunmaydigan, menimcha bunda hamma tushundi, chunki mexanistik ko'rsatib berdik. Mana shu turibdi, mana Jahongir, yana bitta ko'rsating. Ochilib turibdi, men bilan ochilmagan. Bir xil, "Voy, ochilmaganini ham botiramanmi, yo'q, bittasini botiramanmi" deydi. Yo'q, mana shuni hammasini baravar botiriladi. Mana bunda silkib yubordik. Shunda mana kipriklari ham uzun-uzun baqvat chiqadi. Oradan 3 kun, 4 kun o'tgandan keyin mana bular donchasi paydo bo'ladi. Mana bu bular xuddi shunga o'xshab ochilib turgan bo'ladi. Shunda biza mana o'sha voqea, mana o'sha uchiga ochiladi-ku mana. Shunda o'sha biz mana yana bir marta botirib olamiz ochilganda. Mana bunga o'xshatdi. Mana tasavvur qiling, biz oldingi safar bu 3 tani botirdik-da, mana bilan endi ochildi. O'sha bunda don bor, bunda yo'q. Biz mana shuni bunda botirib, keyin tepadiga o'tamiz. Hammasi 6 ta bo'lsa 6 ta juda chiroyli don beradi. Ana bitta kattakon bo'lib, uchi yara bo'lib ochilib ketish bo'lmaydi. Tekis chiqadi, xudo xohlasa. Lekin keyin ham bitta savol. Misol uchun quyosh chiqqani vaqt botirish kerakmi yoki misol uchun mana 4 kun deyapsiz, to'g'rimi? 4 kunda changlatish kerak deyapsiz. Lekin go'da bizda vaqti bo'lib qolyaptiki, 4 kun 5 kunlab havo salqin bo'lyapti. Quyosh chiqmayapti-da. O'shanda surilib ketib qolyapti kunida. Agar anaqa separing. Salqinni misol uchun havo bulut bo'lsa ham changlatsa bo'ladimi ertaga? Bo'ladi. Buni ichidagi gibrilin uni nima qiladi? Endi nima uchun 4 kunda deyotganimni ham sababini aytaveraman. Har bitta shona 8 kunda, me'yor o'sganda 8 kunda, 8-kunida bundan bunga xatlab o'tib boraveradi. Hisoblab chiqinglar mana shuningizni, shunaqa bo'ladi. Temperatura, yorug'lik hammasi yetarli bo'lganda. Undan vaqtliroq ochilib ketsa, ochilibdi 1, ochilibdi 2, 3, 4 ketma-ket garmon ishlatilsa, gormonalniy отравление, ya'ni gormondan zaharlanish. Uchi ingichka bo'lib, qaychibay bo'lib qoladi. O'sha bo'lmasligi uchun ekin o'zini tiklab olish kerak. Tiklab olgandan keyin biz yana bitta botiramiz. Tiklab olgandan keyin yana bitta botiramiz. Ekin tanani ham boqadi, hosilni ham boqadi. Shuning uchun shuni aytdim. Bir xilla agar o'ta qantarib qo'ysa, juda tez bo'g'im orasi kalta bo'lib, oldima ketib gullab tashlaydi. Shunda ehtiyot bo'lish kerak. Dozani mana yana ham past qilamiz. Bo'lmasam, bo'yi kichkina, o'zi pachaq, ingichka tana bo'lsa-da, biz kuchli garmonda ishlasak, bo'ldi, mana bu yerga o'sishga bermaydi tepaga. Hammasi o'sha pakana bo'lib, o'sha joyda zo'rg'atdan kichkina don bo'ladi. Chunki tanani o'zini tiklashiga biz yo'l qo'ymagan bo'lamiz. Mana xatoyim ishni changlatmaganimda, to'g'ri? Xuddi shunaqa. Lekin buni xato deb aytmaymiz. Sizda palay baqvat bo'lib oldimi, endi changlatib chiqqaningizdan keyin shu hosillaringiz ertaga terayotganda baravariga juda kuchli, chiroyli bo'lib beradi. Xudo xohlasa. Har bir narsani bir ketida hikmati bo'ladi. Zato zo'r boqib qo'yibsiz, hammasi zo'r. Mana o'rtoqlar, mana shu e'tiborli uchun hammangizga rahmat. Juda ham ko'p telefonlar bo'lgani uchun men shuni videoni olishga shu Jahongir bilan bir qaror qildik. Menimcha bu ancha odamlarga juda yaxshi foyda beradi. Iloyim foydali bo'lsin, hammanglarning hosilinglar mo'l bo'lsin. Alloh baraka bersin hammanglarga.